Aholi o'rtasida madaniyatli harakat ishtirokchilari qatlamini shakllantirish, ular bilan samarali targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida Navoiy viloyatida o'ziga xos loyiha amalga oshirildi. Jumladan Navoiy shahrida Yoshlar ittifoqi hamkorligida profilaktik tadbirlar yo'lga qo'yildi. Harakat oqimi yuqori bo'lgan, asosan piyodalar ko'p kesib o'tadigan hududlarda mazkur loyiha tashkillashtirildi. Misol uchun, harakatlanish davomida o'zini namunali tutgan, amaldagi yo'l harakati qoidalari talablariga rioya qilgan, o'z majburiyatlarini a'lo darajada ado etgan piyodalar badiiy asarlar bilan siylandi. Ular boshqalarga ibrat bo'lganliklari uchun minnatdorchilik bildirilib, buklet va kitoblar topshirildi. Shu bilan birga xavfsizlik kamarini taqqan, yo'l belgi, yo'l yotiq chiziqlari, svetofor ishoralariga to'liq rioya qilgan namunali haydovchilar ham bu kabi taqdirlanishdan benasib qolishmadi. Ularga ham yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan kelgusida qoidabuzarlik takrorlamasliklari eslatilib, kitoblar topshirildi. O'z navbatida moped va skuter haydovchilariga ham Vatanparvar avtomaktabi bilan hamkorlikda A toifasidagi haydovchilik guvohnomasini olishga doir tayyorlangan maxsus qo'llanmalar tarqatildi. Mazkur loyiha shaharning deyarli barcha hududlarida davom ettirildi. Umid qilamizki, ushbu profilaktik tadbir kelgusida o'zining samarasini berishi shubhasiz.